birinchi qavatdamiz hozir. Men showroomga olib kiraman sizlarni. Tashqaridan ham ko'rsataman. Mana showroom. Bismillahirrohmanirrohim. 1+1 xonadon bo'ldi. 1+1 showroomga keldik. Mana samozyl. Orqada dush. Menga topishsin, ochib berishdi menga. Qaranglar, qanaqa chiroyli qilib planirovka qilsa bo'ladi. Yotoqxona, oyoqlar bilan kirib ketishibdi. To'g'risi o'zi yomon ko'raman oyoq bilan kirib ketganini showroomga, lekin iloji yo'q, o'zi kirib bo'lishibdi. O'zini balkoni bor, mana shkaf, ko'ryapsizlar. Mana qanaqa qilib оформить qilsanglar bo'ladi, mebel bilan to'ldirsanglar bo'ladi yotoqxonani. Xohlasanglar xuddi shunaqa застройщик o'zi sizlarga qilib beradi. Agar shu hisob kitobini qilib beradi, mana shunday qilib bersin desanglar, mana hozir men mehmonxona, oshxona qismiga o'taman. Ko'rasizlarmi qanaqa chiroyli. Mana bu yerda televizor bo'ladi. Mana qanaqa katta divan siqqan. E'tibor beringlar, mana oshxona qismi. Qanaqa chiroyli patoloklar, lyustralarni chiroylisini qo'ygan.